Finibut va Nofen dorilari, ularni to'g'ri qo'llash va zararlar haqida video qila olasizmi? Menga shu kabi savollar ko'p beriladi, ammo men mutaxassis emasman. Albatta ustoz. Xo'p, Finibut, Bifren yoki Nofen bular bitta guruhga kiradi. Bular nootroplar guruhiga kiradi. Ya'ni bu miyani oziqlantiruvchi dori vositalar. Tarkibi gamma aminofenil moy kislota. Xo'p, bu dorini ikkita asosiy nojo'ya ta'sirini aytaman. Birinchisi, dozani oshirib yuborilsa, hushini yo'qotish, holsizlik, hattoki koma holatiga ham olib kelishi mumkin. Ikkinchisi sindrom Atmena. Ya'ni bu nima? Dorini uzoq vaqt qo'llaganda va birdan to'xtatganda, ya'ni kamaytirmasdan, sekin-asta kamaytirib bormasdan to'xtatganda, bemorda nojo'ya belgilar yoki ko'ngil aynish, qayt qilish, shunga o'xshagan belgilar kuzatilishi mumkin. Xo'p, unda bu dorini qanday holatda ishlatsa bo'ladi? Faqatgina shifokor ko'rsatmasiga asosan men tavsiya qilardimki, 8 yoshdan katta bolalarda ishlatish. Qachonki bu doriga ko'rsatma bo'ladi, bolalar juda ham uyqusi yaxshi emas, o'zini boshini uryapti, o'ziga o'zi agressiv harakatlar qilganda va shifokor EEG tekshiruvi va boshqa tekshiruvlarni ko'rib chiqib, kerakli miqdorda va 1 oy muddatda bo'lgan dozada yoziladi. Har qanday dori vositalarini albatta shifokor ko'rsatmasiga asosan qabul qiling. Har qanday dori yoki yeydigan oddiy taomimiz ham o'z me'yorida bo'lsa, bu shifo. Hattoki dori vositalarini me'yordan oshirilsa, bu ziyon, zahar bo'lishi mumkin. Ushbu videoni barcha yosh onalarga yuborib qo'ying, o'zingiz esa ogoh bo'ling. Foydali ma'lumotlarni kuzatib borish uchun obuna bo'lishni unutmang.